Bu retseptdan keyin oshxonangiz fast food restoraniga aylanishi aniq va hamma navbat sizda bo'ladi. Bu ko'rindiqqa sirlari shunaqa cho'zildiki, men sabrimni cho'zib o'tirmasdan darrov yeb qo'ya qoldim. Demak, sizlarni ham sabringlarni sinamasdan retsept bilan bo'lishaman. Fermamizdan oilangizga taqdim qilingan pure milky sutlardan solib, bir choy qoshiqda tuz, shakar va bir dona tuxumni chaqib solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ngra kerakli miqdordagi un va razrixitel solib, videoda ko'rsatilgandek quyuqroq massa hosil bo'lishi kerak. Quyuq massa qilib olamiz. Vaqt sinovidan o'tgan Samarqand pure milk sirlaridan sosiskaga mos qilib qallikda kesib olamiz. Sifatli halol sosiskalarni ham 3 ga bo'lib kesib olamiz. Endi bamuk cho'plariga sosiska sir va sosiska qilib taxlab olamiz. Istasangiz faqat sosiska yoki sirdan ham ushbu ko'rindiqlarni tayyorlashingiz mumkin. Xamirli massamizni stakanga solib oldim, chunki shunaqa aralashtirish juda ham qulay bo'ladi. Sosiskalarni ushbu massaga solib aralashtirib, qizib turgan yog'da qizartirib, ikki tarafini pishirib olamiz. Quruq salfetkaga ortiqcha yog'larni qoldiramiz. Ustini pishloqli sous va ketchup bilan bezab dasturxonga tortishingiz mumkin. Glamurga o'ralgan mazali sosiskamiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.